Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, jahlingiz chiqsa o'tirib oling degan ekanlar. Agar shunda ham jahldan tushmasangiz yotib oling degan ekanlar. Jahl chiqqanda aql ketar ekan. Dunyoda eng kuchli odam kim deb savol berishganda, jahli chiqqanda o'zini bosa olgan, aqli jahlidan ustun bo'la olgan odam dunyoda eng kuchli odam deb javob berishgan ekan. Jahlingiz chiqayotgan paytda, o'sha paytda masalani hal qilish shart emas. Er-xotin bir-biringizga jahl qilayotgan paytda bolalaringizni ko'ziga qarang. Norasidalarda nima gunoh? Sizni dahanaki jangiz bilan hech narsa hal bo'lmaydi, lekin bolani ko'ngli sinib qoladi. Arzimagan jahlni deb qancha oilalar buzib ketyapti. Arzimagan jahlni jilovlay olmaganimiz uchun qancha bolalar yetim bo'lib qolyapti. Shuning uchun Alloh bergan eng ulug' ne'mat tinchlikni qadriga yetaylik. Videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hali bir gap bor-ku, jahl kelganda aql ketadi degan gap bor-ku. Shu gaplarga amal qilaylik. Jahlingiz chiqdimi? Imkon qadar o'zingizni bosing. Mana shu videoda ko'ring. Shu videoga bitta like bosib, komment o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi jahldor do'stlaringizga yuborib qo'ysanglar, ancha manfaatli bo'ladi.